Farg'ona viloyati tabiat va taraqqiyot uyg'unlashgan maskan, betakror manzaralar, serhosil zamin va boy ma'naviy meros o'lkasi. Uning turistik imkoniyatlari keng, salohiyati esa yangi loyihalar bilan yanada yuksalmoqda. Prezidentimizning tegishli qarori esa ushbu salohiyatni yanada rivojlantirishga qaratilgan muhim qadam bo'ldi. Yaratilayotgan imkoniyatlar esa farg'onaliklarni yangi marralar sari ruhlantirmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farg'ona turistik rekreatsion zonasini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq Farg'ona viloyatida yangi Farg'ona turistik rekreatsion zonasi tashkil etiladi. Umumiy maydoni 2396 gektarni qamrab olgan mazkur hudud 30 yil muddatga keyinchalik uzaytirish imkoniyati bilan faoliyat yuritadi. Bu Farg'onaning betakror tabiiy salohiyatini namoyon etish, turizmni yangi bosqichga olib chiqish yo'lidagi muhim islohotdir. Farg'ona turistik rekreatsion zonasini tashkil etish loyihasi doirasida Shohimardon Yordon umummavsumiy xalqaro kurort zonasi, Vodil Malina agroturizm klasteri, Chimyon sanatoriy kurort zonasi, avval ko'ngilochar turizm majmuasi tashkil etiladi. Hujjat bilan 52 ta chora-tadbirlarni o'z ichiga olgan turistik zonani rivojlantirish dasturi hamda turistik zona uchun zarur muhandislik kommunikatsiya tarmoqlarini barpo etish bo'yicha 114.8 milliard so'mlik manzilli dastur tasdiqlandi. Birgina avval qishlog'i haqida aytsak, sharqiroq soy, shifobaxsh buloqlari-yu betakror tabiatga, ziyoratgohu qadim yodgorliklarga ega manzil. 2017-yilga nazar solsak, biror bir xorijiy sayyohning kelishi qishloq aholisi uchun hayratlanarli hodisa edi. Chunki qishloqda sayyohlik uchun yetarli imkoniyat bo'lmagan. Bugun esa manzara tubdan o'zgardi. Yurtimiz bo'ylab mahalliy va qo'shni Qirg'iziston va Tojikistondan kelayotgan fuqarolardan tashqari 7 iqlimdan kelgan sayyohlar uning betakror turistik imkoniyatlardan hayratlanishmoqda. Sharqiroq soy yoqasidagi choyxonalar gastronomik turizm rivojida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Barchasi prezidentimiz yaratib berayotgan imkoniyatlarning mahsulidir, deydi avvalliklar. Yangi qarorning imzolanishi ham qishloq aholisini mamnun etib, yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Choyxonani ochganimizga 2 yil, 3-yil boshlandi. Birinchi olgan yilimiz borinki 150 ta, 200 ta odam o'tirardi, nima qilib. Hozir sharoitlar kengaytirib, joylarni zamonaviylashtiryapmiz, sharoitlarni yaxshilayapmiz, hamma yo'lda qilib, hozir shu 350 ta odamni kutib oladigan sharoitimiz bor, faqat yozgi mavsumda. Hozir qishga ham harakat qilyapmiz. Buni qish mavsumiga ham xonalarda qildik. Haqiqatdan mana shu 26-yangi qaror bizga ancha tadbirkorlarga yo'l ochib berdi. Mana shu qo'shimcha ish joylarini yaratib, ish bilan ta'minlab yoshlarimizni kelayotgan mana sayyohlarimizni yaxshi kutib olib, xizmatlarni qilamiz. Bugun avval qishlog'i ko'ngil yozish, tabiat bag'rida dam olish va tarixiy meros bilan tanishish uchun eng jozibador manzillardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ayniqsa shifobaxsh buloq suvlari, toza havosi tibbiy turizm rivojida muhim o'rin tutadi. 2017-yilda Farg'ona tumani avval qishlog'ida turizmni rivojlantirish bo'yicha hostellar tashkil qilingandi. Ya'ni uy mehmonxonalar tashkil qilingan. Mana oradan 9 yil o'tib, buni samarasi, buni rivoji yana ham oshdi. Solishtiradigan bo'lsa, 2017-yilda 2000 ga yaqin turistlar kelgan bo'lsa, 2025-yilga kelib turistlarning soni 10 mingtaga yaqin oshdi. Turistlarni sog'lomlashtirish markazi sifatida Yetti-buloq sihatgohida juda katta ishlarni olib bordik. Endi mana 2026-yilda qabul qilingan prezidentimizning yangi qaroriga asosan bizda yo'nalishlarimiz yana ham tobora ortishni rejalashtiryapmiz, xudo xolasa. Bir so'z bilan davlatimiz rahbarining ushbu yo'nalishdagi yangi qarori Farg'onani turizm markaziga aylantirish, aholi farovonligini oshirish va hudud iqtisodiy salohiyatini mustahkamlashga xizmat qilishi shubhasizdir.